soat ishlab chiqilishidan avval vaqtni nima bilan o'lchashgan? Quyoshga qarab. To'g'ri, quyosh bilan. Anor haqidagi mashhur chiston kimga tegishli? Bilardim men shuni. Anor. Nodira begim bilan bir Nodira asrda begim. yashab ijod qilgan shoiralardan. Uvaysi? Uvaysi, to'g'ri. Uvaysi. Islom sivilizatsiya markazi yurtimizning qayerda barpo etildi? Samarqand? Yo'q, yaqinda Toshkentda. Toshkentda, to'g'ri. Toshkentda bu. Imom Buxoriy nechinchi yil tug'ilgan? 813midi? 850. Necha? 813mi? Ozgincha adashdi. 810-yil. 10-chi. Hindiston mustaqilligining asoschisi kim? Gandhi? Gandhi, to'g'ri. 1928-yilgacha o'zbek savodli kishilari qaysi yozuvda yozishgan? Arab. Arab, to'g'ri. Arab aytdim-ku, arabdim. Ulgurmadingiz-da, kim tez yetish? dedim. Respublika boshqaruvi necha turga bo'linadi? Siyosatga aralashish. 3 turga bo'linadi. Ishtirok uchun rahmat. Aha.